Oyoqlar yong'oq bo'ladi. Hech narsa qilmaydi xohlasa. Bularimiz noodatiy ko'rinishga interior dizayn, oldilari shpont, oyoqlar yong'oq. Bularimiz materiali odamga juda ham yoqimli, yumshoq. Bular spinkalari surilib, keyingi spanli bo'ladi, hattoki qo'ligacha suriladi. Oyoqlari chinordan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa yana showroomimizda yangicha ranglarda, yangicha modellarimiz bor. Hammasini sizlarga qo'limizdan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Xudo xolasa mana showroomimizda yangicha ranglarda, yangicha guluklarimiz bor. Lokatsiyamiz Farg'onaning Oltiarig'ida. Hozirga aytib o'tadigan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul dostavka ustunovkalari ham kiradi, xudo xolasa. Ekranda nimalarga aloqa chiqib, bemalol zakaz beraverasizlar. Bu yerda Roma modelimiz eng oxirgi chiqqan 2025 model. Juda ham neobычный ko'rinishga ega, interior dizayn, oldi ko'rinishlar shpont, oyoqlar yong'oqdan bo'lgan. Genesis, xudo xolasa odamga naqanga terlatmaydigan yoqimli material. Tozalanishlari ham juda ham oson. Genesis tukli material bo'ladi bunimiz. Mana. Xohlasa libu odamga yoqadigan narsa bo'ladi. High-tech uslubda ishlangan. Bularimiz qo'llari hamnaqanga ko'tarilib, xohlagan gradusingizga ko'tarib, anaqa yostiq qilib ishlatishingiz mumkin. Hamda qaytarib qo'yaverasiz. Razmerlari 340 ga 240 bo'ladi. Orqaliklarigacha o'zining materialdan, ichki karkazlari 100% sasna, pampers prujina bo'ladi. 3 yil garantiyasini beramiz albatta. Mana tumbalari ham 50 ga 90 katta qilib ishlangan. Oyoqlar yong'oq. Xo'p. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, 7 million 200 ming so'm. 7 million 200 ming so'm. Xohlagan razmerlarda, xohlagan ranglarda qilib beramiz. Arqaliklarini ham ko'rsating. Arqaliklari ham o'zining materialdan juda ham go'zal ishlangan. Dab bilan qoplanadi. Xohlasa, ya'ni arqaligini ham pardali, bo'z qilib qo'yilmaydi. Xo'p, bu yoqda bo'lsa Lexus modelimiz. Razmeri 350 ga 250. Spinkalari surilib, spanli bo'ladigan. Bunimiz ham o'sha trendda bo'lgan Genesis materialimizdan odam terlatmaydigan, tozalanishga oson material. Oyoqlari chinor. Rezina prujina bo'ladi, spinkalari suriladi. 60 ga 90 dan ikkita tumbasi, ikkita yostig'i bo'ladi. Yostiqlar o'ziga tikilgan, juda ham go'zal. Hozirgi high-tech uslubda bo'lgan remont uylarga juda ham go'zal tushadi. Eng oxirgi uskana. Hop, taylari ham mana bunaqangi baland qilamiz, чтобы plyusosda taylarni tozalab, artib chiqishlariga ham udobniy bo'ladi va boshqacha ko'rinish beradi. Tabiiy. Hop. Bularimizni narxi 8 million 500 ming so'm. Hozirgi aytib o'tib turgan narxlarimizning ichida vodiy bo'ylab dostavka ustunovkasi ham kiradi. 100% sasnada, oyoqlari yong'oqda, chinorda bo'lgan narsalarda aytyapmiz. Buni solishtirishda, xudo xolasa, o'ziga o'xshagan narsaga solishtirsanang, narxlari yarim narxida aytyapmiz. Bularda erta masalan Toshkentda yoki Samarqandda ko'rib qolamiz yoki borganda ko'ramiz. 1300 dollar, 1400 dollar sotishyapti. Bizda unaqa dollar emas, so'mda 8 million 500 ming so'm, 7 million 200 ming so'm. Bu 3 8 modelimiz. Drem tukli material, qalin materiallarda bo'lgan. Juda ham go'zal narsa, xudo xolasa, yostiqlarni ham bagati qilib ishlangan. Hop, pampers prujina bunimiz. Pampers prujina sidinalari 65 cm dan. Mana men bo'yim 1.88. O'tirib, mana sizdan taqib o'tirganda ham bemalol o'tiraman, xudo xolasa. 65 cm sidinaga ega. 65. 50-55 emas. 65 cm sidina. Hop, oyoqlar yong'oq. Ichlari 100% sasna, mana. Men tagidan MDF karkas aylanadi.
Stiklarda hammasini bitta qilib ushlab turadi. Oyoqlar yong'oq bo'ladi. Mana bu oyoqlar yong'oq. Shpont. Hop, qo'llari ham o'zgacha ishlangan, tikilishlar ham необычный. Yon ko'rinishlari, xolasa hammasi juda ham go'zal. Eng trendda bo'lgan ishlarimizdan bularimiz 7.500.000 so'mdan. Razmeri 340 ga 240. 3 ta yostiq, ikkita 60 ga 90 tumba bo'ladi. Mana bu tumbalarigacha oyoqlari yong'oq qilib ishlangan. O'ta go'zal, xudo xolasa. Bu yoqda Malibu materialda bo'lgan, xuddi shunimizda ranglari ham pashta o'xshab ketadi, materiali boshqa. Gulsiz, однотомный, qalin tukli material. Juda ham pishiq material, Malibu material. Material tushunadiganlar biladi. Hop. Mana. Xolasa buni uylariga qo'yganda yana video ko'rsatamiz. Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalga o'tib ko'rsalang bo'ladi. Bu ishlarimizdan har bittasidan klient uyiga borib topshirilgan holatdagi video rasmlari bor. O'shalardan ham ko'rib, uylariga qanaqangi rang, qaysi fason tushadi, ko'rib tanlasangiz bo'ladi. Sizlarga o'sha YouTube'dagidan ham ko'ra Telegram kanalimiz udobniy. Hop, kommentariyaga betiga qo'yib qo'yamiz. Shundan kirib kanalga o'tib olsanglar bo'ladi. Bo'lmasam ekranda telefonga telefon qilib kanalga qo'shib qo'ying biz desalang, xohlasa kanalimiz silkasini tashlab beramiz. Bu o'sha boshida ko'rsatib o'tgan Roma modelimiz qimmat materiallarda bo'lgan. O'sha Turkiyani yaxshi yangilik materiallarida bo'lgan. Mana bunday qilasizlar, qaytaradi. Bunday qilasizlar, xohlagan graslanga qo'yib, yana qayta qo'yib qo'yasizlar. Hop. Yostiqlari 6 ta. Oyoqlar yong'oq, shpont. Hop. Xohlasa materiallari ham yaxshi. Mana ko'ring. Juda ham go'zal. Oyoqlar bunda ham yong'oq. Juda ham baquvvat narsa, mana xohlasa. Tashlasalar ham hech narsa qilmaydi. Ichi 100% sasna. Bularimiz 7.500.000 so'mdan. Bitta o'sha Lexus, legendarniy Lexusimiz. Razmeri 350 ga 250, 260 ga 90 tumba, oyoqlari chinor. Xo'p, bularimiz ham 8.500.000 so'mdan. Bemalol zakazni beraverasizlar. Xohlagan ranglarda yasab beramiz. Xo'p, bu yoqda bularni ham o'sha qo'llarini ko'rsatib o'taylik. Spinkalar ham hammasi surilib, kengayib, spanli bo'ladi. Oyoqlar chinor. Xo'p, bu yoqda yana bitta yangilik modelimiz. Bulardan yostiqlarni ko'tarib, xohlagan graduslarga bunaqangi qilib bo'ylanga to'g'rilab ko'tarib olaverasizlar. O'tirganda qaytarib qo'yilaveradi. Spinkasi ham suriladi. Bunaqangi juda ham go'zal. Ularda ham oyoqlari yog'ochli. Ikkita tumbasi bor. Pampers prujina bunimiz ham. Hop, bularimiz narxi 7.800.000 so'm. Yoq tarafda yana yangilik modelimiz. Bular ham spinkasi surilib, kengayib, spanli bo'ladigan. Qo'llarigacha birga yurib, birga qaytadi. Ikkita tumbasi bo'ladi, 4 ta yostig'i. Hop, bularimizni narxi 8.200.000 so'm. Asl narxi bularimiz 9.800.000 so'm bo'lgan. Hozir skidkaga 8.200.000 so'mdan. Endi pastdagi ishlarimizni ko'rsatamiz. Mana bu yerda Bugatti modelimiz. Spanli bo'ladigan sura, spanli bo'ladi. Juda ham o'zgacha. Bularimiz rezina prujinali bo'ladi. Juda ham yumshoq bo'ladi. Odamga yoqimli, yumshoq, kengayib spanli bo'lishi ham juda ham katta, keng, 1 metrli spanli bo'ladi.
tikilishlar ham neobichniy, o'zgacha dizayn, choklari ham hatto boshqacha donza tikilgan. Burada tumbalari 60 ga 90 dan ikkita katta tumbalar yerda. Bu ham xohlasa zo'r narsa. O'tirganda pol divan bilan hamnaqangi kerilib mazza qilib o'tiradigan donasa, juda ham katta ishlangan, yumshoqligi ham juda ham yumshoq. Hammasidan boshqacha yumshoq bo'ladi bunimiz. Bunda ko'ringan yog'och borki, fasaddagi yong'oqdan ishlanadi. Mana bu oldi qo'llari ham, mana bu yondagisi ham, pastdagi karkazi ham 100% yong'oqdan ishlangan bo'ladi. MDF emasda, yong'oqda o'zidan ishlangan. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsak, 11 million so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Bu yoqda Roma modelimizda Atacenta'ga tushadigan o'zgacha rangi. Bunimiz Street'da ko'rinmayapti rangi. Atacenta'li aboylarga juda ham go'zal tushadigan yangi rangda, yangi materiallarda bo'lgan. Mana xohlasa buni ham anaqangi qilib xohlagan grasiga qo'yib endi qaytarib qo'yishlari mumkin. Tukli material bu ham, terlatmaydigan, yoqimli narsa. Odamni terlatmaydi, qishda ortiqchalik sovuqlik qilmaydi. O'sha aytganimizdek, oldi ko'rinish shpont, oyoqlar yong'oq. Xohlagan ranglarda, xohlagan razmerlarda mana bunday qanga 200 dan ortiq materiallarimiz bor. Ranglarini, rasvetkalarni ko'rib, tanlab, menga bunisi ma'qul yoki bunisi ma'qul, menga bu materialning ma'qul deb tanlab bemalol zakaz berishaveradi. Xudo xolasa, olib borib o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Vodiy bo'ylab albatta bepul. Hozir aytib o'tgan narxlarimizning ichida. Xo'p, bu yoqda endi yana shunga o'xshash spani bo'ladigan Euro modelimiz bor. Bunimizda narxini razmeri 350 ga 250, narxi 9 million so'm. Bu ham yaxshi qalin materiallarda bo'lgan. Surilib, bu ham kengayib spani bo'ladi. Ichlari 100% sasna, oyoqlari chinordan bo'lgan. Xo'p, bularimizga aksiya e'lon qilganmiz. Xudo xolasa 7 million so'm qilib beramiz. 9 million so'm sotilgan. Xo'p, har bitta videomizda aksiya qilib o'tamiz. Bittadan, ikkitadan, bu safar 3 ta aksiya qilamiz. Bu yoqda shoxonalarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'taylik. Bu yoqda mana xudo xolasa shoxonalarimiz razmeri 240 ga 340. 6 dan yostiqlari bo'ladi. Bu yoqda mana ochiq rangi, gul taxtalari 212 2 xil. Xohlagan ranglarda xudo xolasa yasab beramiz. Bularimizni asl narxi 14 million so'm sotilgan. Yarim narxida skidkada 7 million so'mdan qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham shu narxda ichida, xudo xolasa. Bemalol ekranda nimalarga aloqa chiqib, bu faqat soni cheklangan vitrinada 2 dona bitdan bitta euro. Eng zo'rlardan skidkaga qo'ying degan kommentlarimizda shunday fikrlar kelgan. Xudo xolasa, har bir arzonni skidka qilavermasdan, qimmatlaridan ham qo'ying deganlarga qimmatlarini ham yarim narxida qilib beryapmiz. Xudo xolasa, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Biz endi xudo xolasa sexlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz.